O'zbekiston Superligasi 14-tur uchrashuvlari davom etadi. Navbahor Muborakning Mash'al jamoasini qabul qiladi. Jamoalar tarkibi: Navbahor jamoasi Muhammad Ali Aliqulov 15-chi, Shahboz Jo'rayev 34-chi. Navbahor o'tkazilgan o'yinlar yakuniga ko'ra albatta quyiroqda-yu, lekin bu o'tkazilgan o'yinlar yakuniga ko'ra 5-pog'onada 23 ochko bilan bugun uzul kesil xavfli vaziyat. Humoyun Murtazoyev Mash'alning dastlabki xavfli hujumi aytib o'tmoqchi edim. Bir jihat o'yindan tashqari holat yo'q ekan, darvozabon yakkama-yakka holatda va Humoyun Murtazoyevning va bundan oldingi turda 13-turda Qashqadaryo derbida gol o'tkazib yuborgan edi. Bu safar ham gol o'tkazib yubormoqda. Navbahor futbolchilari hisobni ochishyapti. Alisher Odilov assist vazifasi bo'yicha yetakchilik qilayotgan futbolchi bugun hisobni ochishga erishmoqda. O'yindan tashqari holat yo'q. Mash'al futbolchilari Sherzod Fayziyev yiqilib tushgan va unga nisbatan hozir ko'ramiz. Balkim mana bu vaziyatda balkim VAR ko'rib chiqar. Ammo gol ko'rdik. Bu ajoyib ko'rsatkich. O'ylaymanki, o'yin oxirigacha yana bir uzatma. Balkim Alisherdan uzatmani qabul qilib olgandir. Yaxshi uzatma, darvozabon to'pga chiqyapti. Chiqdi ham, qoida buzilmadimi? Buzildi, ammo penalti bo'lish ehtimoli ham bor ekan. Darvozabon birinchi bo'lib to'pga tekkanda, mayli u qarama-qarshi tomonga ketmagan bo'lsin, tegmagan ekan ham. Ana endi bu muammo. Ko'radigan bo'ldi o'zi. Penalti. Ruslanbek Jiyanov ijrosidagi penalti. Gol. Hisob 2-0. 2-0 uchrashuvning 22-daqiqasida maydon egalari ishonchli g'alabani qo'lga kiritish uchun o'ziga xos asos. Mash'alning bugungi o'yini garchi 2 ta gol o'tkazib yuborgan bo'lsa-da, ancha qiziqarli va darvozabon to'laligicha aldandi. Yo'l-yo'lakay bir to'xtab oldi. Ruslanbek Jiyanov va ikkinchi golni Muzaffarov yana markazga zarbachi imkoniyat, zarba yo'llandi. Ancha kuchli chap oyoqda yo'llangan Salifuning zarbasi. Mash'al aynan markaziy hujumchini tutishga harakat qilmoqda. Mash'aldan hujum va Anvar Murodovni qo'llab-quvvatlayman. Hozirgi ishini uzoqlashtirib qo'ydi. Ismoilov qanot himoyachisi hujumga o'tib ketishga majbur bo'ldi. Mana endi Murtazoyev yana bir xavfli vaziyat bo'lishi ehtimoli bor. Zarba yo'llandi. Shukron zo'r o'ynadi. Hujum esa davom etmoqda, ammo Navbahorning darvozaboniga endi hech kim xalaqit qilmaydi. Mash'al tarkibida eng yaxshi o'yin ko'rsatayotgan hozircha aynan mana shu 17-raqamdagi futbolchi bo'lib turibdi. Bir qator murabbiylar bor, ular kashf eta olishadi. O'yindan tashqari holat bormi, yo'qmi? Zaboxulla O'rinboyev zarba yo'llandi. Hisob 3-0. 37-daqiqada hakam golni inobatga olmoqda. Zaboxulla O'rinboyev bugun ham, bu turda ham gol urishga erisha olayapti. Turdan turga ochilib borishda davom etishiga tarafdorimiz. Mash'al muxlislari xafa bo'lmaydi degan umid, umumiy ma'noda aytyapman, xafa bo'lmaydi degan umiddaman. O'yindan tashqari holat yo'q deb baholanyapti.
O'z vaqtida uzatilgan to'p Ruslanbek Jiyanovdan uzatma. Bu eng chiroyli gollardan biriga aylanishi mumkin edi. Qarshi hujum, qarama-qarshi tomonga to'p yetkazildi. Xavfli vaziyat! 4-gol raqib darvozasida. Navbahor yana bir marotaba muvaffaqiyat qozonmoqda. Abbosjon G'ulomov. Uzatmaga e'tibor qiling, ajoyib uzatma. Adashmasam yana o'sha Alisher Odilov. Keyin esa Ruslanbek Jiyanov va ortidan Abbosjon G'ulomov. Ha, Alisher Odilovning uzatmasi. Statistik ma'lumotlarni taqdim etmoqda. Xo'sh, Mashaldan hujum, Mashaldan uzatma bo'ladimi? Bor uzatma, avtogol bo'lishi ehtimoli bor edi. Chiqib ketdimi bu? Karpuchga tegib chiqib ketgan ekan. Endi ham imkoniyat qolmadi darvozaga to'pni tepishga. Anvar uzatma bor, xavfli vaziyat bo'lishi ehtimoli ham. Oy! Yigirma 25 soniya qo'shishni niyat qilgan ekan, niyatiga yetdi deb o'ylayman. Hakam Mashal darvozasini 4 marotaba ishg'ol etmoqda. Hali yana 45 daqiqa va undan sal ko'proq vaqt davomida ikkinchi taym turibdi. To'pni o'yinga kiritib beryapti. Mana bu yerda esa Shohmalik vaziyatga to'g'ri baho berdi va to'pga intildi, olib ham qo'ydi. 3-3 holati. Navbahordan navbatdagi hujum va ajoyib uzatma, yakkama-yakka holat, zarba va 5-gol. Abbosjon G'ulomov tomonidan kiritilib, o'z hisobiga dubl yozib qo'ymoqda. Abbosjon G'ulomov. O'zi qabul qilib oldi Abbosni va o'zi darvoza tomon yo'lladi. Ruslanbek Jiyanov. Bu ikkinchi assist. Birinchi golga ham. Endi rekashet orqali Alisher Odilovga yetib kelgan edi, lekin u to'pni jarima maydoniga yetkazib bergan edi. Unga yoziladimi yo'qmi, unisini bilmadim to'g'risi. Yaxshi uzatma va qoida buzilyapti. Bu sariq kartochka yoki qizil kartochka, to'g'ri. Sergey Karpushdan boshqa hech kim yo'q edi. Orqa-roqqa to'p qaytarilyapti. Muhammad Bobur Muhiddinov va 6-gol Mash'al darvozasi tomon yo'naltirildi. Pedro Navbahor ikkita turda o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qolish bilan birga adashmasam raqiblar darvozasiga 30-golni urdi hozir Navbahor futbolchilari. Ha, 30-gol. Qani Ibrohim? Darvozabon. Hisob bilan davom etmoqda o'yin. Nima uchun aytgan edim, o'sha hujumkor qo'noq o'yinni namoyish etishda davom etayotganligi deb turib. Mana sizga isboti. 7-gol Shohmalik. Buni qarang. Sal bo'lmasa ozgina qolgan edi.
Zlatan Ibragimovich ko'pchilikning esiga tushgan bo'lsa kerak. Darvozaga juda yaqin kelyapti. Xo'sh. Xo'jayevda yana bir uzatma, darvozabon Shukron qo'ldan chiqarib yubordi va gol, ammo bu gol inobatga olinmaydi yoki olinadi. Hop, bu yerda nimaga darvozabon e'tiroz bildiryapti? Shukron xatoga yo'l qo'ydi, unga ta'sir yo'q, ammo to'p darvozaga borib tushyapti. Gol muallifi esa Muhammadali Aliqulov, qanot himoyachisi. Yana ofsayd ekan. O'yindan tashqari holat deb ko'rsatmoqda. Xo'sh. Muhammad Alining o'zi o'yindan tashqari holatda qolgan. Shohmalik o'tib ketdi va darvozabon Dostonbek To'xtaboyev. Bo'ldi, tugadi qadrli do'stlar. Navbahor Mash'al o'rtasidagi uchrashuv 6-0 hisobida Navbahor foydasiga hal bo'ldi.